maqsad qo'yishimiz oliy maqsadimizga bog'liq bo'lishi kerak. Mhm. Ya'ni birinchi oliy maqsadimizni belgilab olishimiz kerak. Bu dunyoga biz nima uchun kelganmiz, nima sababdan, qanaqa missiyamiz bor, oliy maqsad missiya deyiladi. Va shu missiyani bajarish uchun men hozir to'g'ri joydamanmi? Ya'ni aytaylik, mani missiyam insoniyatga ta'lim berish bo'lsa, kasb bilan ta'minlash bo'lsa, mana hozir qilayotgan faoliyatim, hozir turgan tochkam shu missiyamga olib boradimi? Shu oliy maqsadimga olib boradimi? Agar u oliy maqsadimga olib bormayotgan bo'lsa, masalan, maqsad qo'yaman, 5 ta filialim bo'lsin, to'g'ri? 5 ta filial bo'lsin, butun O'zbekiston bo'yicha tam 100 ta qamrab olaylik, 100 ta filialda har bittada 1000 tadan 100 mingta o'quvchi 1 million onlayn ta'limga chiqaylik degan maqsadlar qo'yaman, mana maqsadlar. Lekin bor. Shu maqsadlarim oliy maqsadga bog'langanmi? Ya'ni insoniyatga foydam tegishi, ularni kasbli bo'lishi, ularni halol rizqiga qaysidir ma'noda sababchi bo'lishi, agar shu oliy maqsadga bog'lanayotgan bo'lsa, men to'g'ri joydaman.